Ya'ni allergiyada burunning yonida chig'anoqlar bo'ladi. O'sha chig'anoqlar shishib ketadi. Va bu chig'anoqlar shishib ketgani uchun nafas yo'lini to'sib qo'yadi va bemor yaxshi nafas ola olmay qoladi. Allergik tumov operatsiyaga olib keladimi? Ko'pincha allergik tumovlarda kista rivojlanadi. Ya'ni gaymer bo'shlig'ida yoki peshona bo'shlig'ida yoki yetmador bo'shlig'ida paydo bo'lganda e'tibor berilmasa, bu polipga aylanishi ham mumkin. Ochiq aytishim kerak, unaqa dorisi yo'q. Masalan, bitta dori ichasiz, butunlay qutulib ketasiz. Yo'q, unaqa dori yo'q. Allergiya deyarli butun umrga bo'ladi. Ko'pchilikda burun bitishi, aksirish, burun qichish, burundan suvlar ajralmay kelishi, ko'z qichishi paydo bo'ladi. Ko'pchilik buni shamollash deb o'ylaydi va shamollashga qarshi davolar olib yuradi. Bu allergiyani asosiy belgisi hisoblanadi. Ya'ni mavsumiy allergiyani asosiy belgilari hisoblanadi. Agar allergiyani shamollash deb davolab yursangiz noto'g'ri va allergiya rivojlanib ketsa, bu bir kun kelib kista va polipga olib kelishi mumkin va bu oxir oqibat operatsiya bilan tugashi mumkin. Agar sizda yuqoridagi belgilar bo'lsa, ushbu rolikni oxirigacha tomosha qiling. Allergiya nimadan paydo bo'ladi, qanday davolanadi, o'zi allergiya nima va allergiya bo'lganda nima qilish kerak, hammasini tushuntirib o'taman. Men doktor Bo'tayev 15 yillik tajribaga ega lor xirurg. O'z tajribam davomida 10 mingdan ortiq operatsiyalar amalga oshirganman va shuncha kishiga yordam berganman. Sizga ham xudo xolisa yordam beraman. Demak, boshladik. Demak, allergik tumov nima? Allergik tumov bu allergiyani burunda namoyon bo'lgan kasallik hisoblanadi. Allergiya nima degani? Ayrim moddalarni, ayrim narsalarni organizm ko'tara olmay qolish. Ya'ni ular tushsa, kuchli allergik reaksiya bo'ladi. Ya'ni bitta odam sizni faqat joningizga tegib yursa, siz chidab yurasiz, bir kun janjal qilasiz, keyin o'zi har ko'rganingizda uni asabingiz chiqadi-yu, allergiya ham xuddi shunaqa narsa. U organizmingizga tushadi, organizm bir kun kelib ko'tara olmay qoladi. Keyin u tushsa, birdan allergik reaksiya boshlanadi. Ana shu allergik reaksiyaning belgilari bu sizni bezovta qilayotgan narsalar. Bular nima? Asosiysi birinchisi burun bitishi. Allergiyada burun bitadi. Ikkinchisi aksirish, burun qichish, ko'z qichishi, burundan suv kelishi va burundan nafas olish qiyinligi bo'ladi. Allergiyaning belgilari asosiy shu hisoblanadi. Endi allergiyada qayerdan bu narsalar paydo bo'ladi? Ya'ni yuzaga kelishi nimada? Burun bitishi nimadan bo'ladi? Ya'ni allergiyada burunning yonida chig'anoqlar bo'ladi. O'sha chig'anoqlar shishib ketadi va bu chig'anoqlar shishib ketgani uchun nafas yo'lini to'sib qo'yadi va bemor yaxshi nafas ola olmay qoladi. Suv qayerdan keladi? Allergen burun ichiga tushgandan keyin u allergik reaksiyani qo'zitadi va bunda allergik reaksiyada qon tomirlar ichidagi suyuqlik to'qimaga tushadi, shuni hisobiga shish bo'ladi va bu shilliq burun ichi shilliq qavatlardan iborat va ular juda обильный shilliq ishlab chiqara boshlaydi va bu suv shaklida burundan oqib tushadi. Endi asosiy belgilarini aytib o'tdim, nafas nima uchun qiyinligini aytdim. Endi allergiyani shamollash bilan almashtirish. Masalan, shamollashda ham xuddi shunaqa, burun bitadi, ayrim holatda ozgina aksirishi ham mumkin, ozgina burun qichishi ham mumkin, lekin asosiy allergiyaning belgisi bu allergen tushishi bilan, kontakt bilan bog'liq bo'ladi. Misol uchun, hozir mavsum bo'lsa, masalan, ko'chaga chiqdingiz, qaysidir daraxt tagidan o'tdingiz yoki o'tlarni kezib yurdingiz, allergik tumovda, mavsumiy allergik tumovda asosan daraxtlar va o'tlar qo'zitadi. Ular o'zini gulini kechqurun, urug'ini kechqurun qo'zitadi. Kechqurun chiqaradi ko'proq va u uchib kelib sizni burningizga tushadi va shuni allergik reaksiyani qo'zg'atib chiqaradi. Endi allergik tumov operatsiyaga olib keladimi? Allergik tumovni o'zi operatsiyaga olib kelmaydi, uni asoratlari allergiyaga olib keladi. Operatsiyaga olib keladi. Birinchisi nima? Ko'p allergiyasi bor bemorlarda burun chig'anoqlari kattalashib ketadi. U doimiy gipertrofiyaga olib keladi va burun yo'lini to'ldirib qo'yadi va bemor juda ham nafas olishga qiynaladi va yaxshi nafas ola olmay qoladi. Bu birinchi holat hisoblanadi. Bunda vazotomiya operatsiyasi amalga oshiriladi, ya'ni chig'anoqlar kichkinalashtirib qo'yiladi va bemor allergiyasi qo'zisa ham yaxshi nafas oladigan bo'ladi. Allergiya yo'qolmaydi, lekin nafas olishi yaxshilanadi. Ikkinchi holat, ko'pincha allergik tumovlarda kista rivojlanadi. Ya'ni gaymer bo'shlig'ida yoki peshona bo'shlig'ida yoki yetmador bo'shlig'ida yoki sfenoidal bo'shliq kista paydo bo'ladi. Kista nima? Kista bu suyuqlikli qopcha hisoblanadi. Uni ustida qopi bo'ladi, ichida suyuqligi bo'ladi. Va u kattalashgan sari nerv tollari bosa boshlaydi va bosh og'riqqa
sabab bo'lishi mumkin yoki luqqilla bordir. Ayrim bemorlarda, masalan, allergiyasi bor bemorlarda egilsa yoki boshni harakat qilsa, luqqillab boshning ichida harakat sezadi. Bu именно kistani belgisi hisoblanadi. Kista operatsiya yordamida davolanadi. Endi keyingisi, kista agar paydo bo'lganda e'tibor berilmasa, bu polipga aylanishi ham mumkin. Polip nima? Bu kista ustida qopchasi bor, ichi suyuqlik bo'lsa, bu polipda uchi ham, usti ham bitta massadan iborat bo'ladi. Liqilloq xuddi jeliga o'xshagan massadan iborat bo'ladi. Shu liq qavat kattalashishdan paydo bo'ladi va burunni ichiga o'sa boshlaydi va burundan nafas olishda qiyinligiga olib kelishi mumkin. Va bemor doimiy hid bilish pasayishi, masalan, allergik tumovda faqat allergiya qo'zigan vaqtda hid bilish pasaysa, polipda bu doimiy hid bilish pasayishi bo'lishi mumkin. Hid bilmay qoladi, burni bitadi, xuddi burunda yot modda hissi shakllanadi. Bu polipda asosiy belgilari hisoblanadi. Endi qachon operatsiya qilish kerak? Birinchisi, agar sizda burun bitishi juda ham bezovta qiladigan bo'lsa, bir haftalab, 1,5 haftalab allergiya qo'zigan vaqtda burningiz bitib yursa, bunda albatta operatsiya qilish kerak. Siz ayrim holatlarda bemorlarda bosh og'riq bo'lsa, burundan nafas olish qiyinligi bilan bunda operatsiya qilish. Ikkinchisi, allergik tumov agar kistaga olib kelgan bo'lsa, bunday holatda ham operatsiya qilinadi. Kista agar 1,5 santimetrdan katta bo'lsa, u albatta operatsiya qilinishi kerak. Keyingisi polipga aylangan bo'lsa, ya'ni bu allergiya polipni yuzaga keltirgan bo'lsa, u ham operatsiyaga olib keladi. Va keyingisi, polip va kista xavflimi? Polip bilan kista ikkalasi ham xavfli emas, lekin hayot sifatini kuchli buzuvchi narsalar hisoblanadi. Kista ko'pincha bosh og'rib beradi, polip esa burundan nafas olish qiyinligi, hid bilishda pasayishi, xuddi burunda yot modda hissi va umuman burundan yaxshi nafas ololmay qoladi. Endi keyingisi, allergiyada qanday davolanadi? Allergiyani ochiq aytishim kerak, unaqa dorisi yo'q. Masalan, bitta dori ichasiz, butunlay qutulib ketasiz. Yo'q, unaqa dori yo'q. Allergiya deyarli butun umrga bo'ladi. Allergiyani birinchi davosi, allergiya qo'zitadigan narsalarni sizga tushishini oldini olishingiz kerak. U qanaqa tushadi? Burun va og'iz orqali tushadi. Ya'ni yegan narsangizdan va hidlagan narsangizdan tushishi mumkin. Misol uchun, sizda agar uyingizda daraxtlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ochki maska taqib yurishingiz kerak bo'ladi. Bu faqat sezonniy allergik rinit haqida gapiryapmiz. Ya'ni sezonga bog'liq. Daraxtlar gullagan vaqtda qo'ziydigan allergiya haqida gaplashyapmiz. Agar siz changda allergiyangiz bo'lsa, demak changli ishlar, changli joylar bo'lmaydi. Siz maska taqib yurishingiz kerak va changli ishlarda ishlamasligingiz kerak. Ayrimlarda hayvonlarda allergiyasi bo'ladi. Hayvonlar junida, terisiga, sulagiga, undaylarda hayvonlar bilan bog'liq ishlarda ishlamaslik kerak va chorva bilan bog'liq va uyda hayvonlarni boqmaslik kerak bo'ladi. Keyin bilsa, ayrimlarda ximikatlarga allergiya bo'lishi mumkin, ximiyaviy moddalarga. Bunday bemorlarda ximprezvorsalarda ishlash, ximikatlar bilan bog'liq ishlarda ishlash tavsiya etilmaydi. Undan tashqari uyda ishlatiladigan ximik moddalar, kraska bo'lishi mumkin, parashok bo'lishi mumkin, yoki o'g'itlar bo'lishi mumkin. Bundaylarda ham ishlatmaslik kerak bo'ladi. Keyingisi, oziq-ovqatga allergiya bor. Masalan, bitta narsani yeydi, birdan burni bitib, aksirib qolishi mumkin. Bunday holatlarda ham shu narsani umuman yemaslik kerak bo'ladi. Masalan, sizda limon yeysiz, limon yegandan keyin burningiz taqqa bitib qoladi. O'zingiz bilasiz yoki mandarin yeysiz. Bunda butun umr shu narsani yemasligingizga to'g'ri keladi. Ayrim narsalar, boshqa narsalar, masalan, mosh, no'xat, pista, bodom, semichka, limon, apelsin, mandarin, xurmo, asal, shokolad bo'lishi mumkin. Bu narsalar agar qo'zigan vaqtda allergiyangiz parhez qilishingiz kerak bo'ladi 1-1,5 oy. Endi dori vositalar, antigistamin dori vositalari ishlatiladi. Bu juda ham ko'p. Masalan, eng oddiysi diazolin, suprastindan tortib loratadin, dizloratadin, sitrizin, levositrizin dorilari ishlatiladi. Bu bir tabletkadan bir mahal ichiladi va dozasi yosh bolalarda, kattalarda har xil bo'ladi. Endi keyingisi burunga sepuvchi dori vositalar. Bu mahalliy kortikosteroidlar deyiladi. Bu burunning shilliq qavatiga ta'sir qilib, imенно allergiyani oldini olishga, shishlarni qaytarishga yordam beradi. Buni mamitazon bor, undan tashqari flutikazon dorisi bor. Bu dorilar ham mahalliy bir marta sepib ishlatiladi. 1 oygacha ishlatilishi mumkin. Eng ko'p xatolar nima? Eng ko'p bemorlarimiz qiladigan xatolar bu allergiyani shamollash deb o'ylash.
farqlam. Ayniqsa bu narsa yosh bolalarda farqlash juda ham qiyin bo'ladi. Yosh bolalarda shamollash bilan allergiya deyarli bir xil simptom bilan kechadi. Shuning uchun buni farqlash uchun albatta bolangiz burni ko'p oqib yuribdimi, albatta vrachga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Shamollashda unaqa uzoq vaqt, ko'p vaqt burun oqib yurmaydi. Allergiyada bu uzoq vaqt bir xil darajada suv oqib yuradi. Shamollashda birinchi suv bo'ladi, keyin sariq yashilga aylanadi, keyin quriydi, keyin to'xtaydi. Allergiyada uzoq vaqt ham suvga o'xshab oqib yurishi mumkin. Keyingisi dori tomchilarini oylab tomizib yurish. Masalan, allergiya bo'ladi yoki shamollash deb o'ylaydi yoki allergiya deb o'ylaydi, burni bitib qoladi, burun tomchilarini tomizib yuraveradi. Bu burunni ochadi, lekin u allergiyani hech qachon davolamaydi. Buni natijasida bemor shu dori vositasiga o'rganib qoladi va burunning shilliq qavati qaytarib bo'lmas darajada zararlanishi mumkin. Ayrimlar o'zicha mana shu allergiya qo'zigan vaqti uni shamollash deb o'ylab antibiotik qabul qilib yuradilar. Ayrimlar o'zi antibiotik ichib yuradi. Bu ham mutlaqo noto'g'ri. Chunki allergiyaga antibiotik umuman ta'siri yo'q. Juda ko'p bemorlarim kelgan aytadi, antibiotik ichdim, buncha bir tillik foydasi bo'lmaydi, chunki allergiyaning davosi antibiotik emas. Keyingisi faqat operatsiyadan umid qilish. Masalan, bir xillar o'ylaydi, yaxshi nafas ololmay qoladi, allergiyasi qo'zigan keladi, shu operatsiya qildirsam allergiyadan qutulaman deb o'ylaydi. Bu ham noto'g'ri. Operatsiya qildirsangiz faqat nafas olishingiz nisbatan tiklanadi. Shunda ham siz uyga borganda allergiya qo'ziganda men yuqorida aytilgan dori vositalarini va rejimlarni qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Agar allergiyani jilovini olsangiz, burun bitmaydi. Shunda oxirgi gapim nimadan iborat? Agar sizda aksirish, burun qichish, burundan suv kelishi bo'ladigan bo'lsa, burningiz tez burun bitib qoladigan bo'lsa, albatta maslahatimga keling, yordam beraman. Bu allergiya tekshiritiladigan, davolanadigan va pastiyani kontrol qiladigan kasallik hisoblanadi. Uni yaxshi davolanmasa bir kun kelib kista, polipga aylanishi mumkin. Hattoki burundagi allergiya pastroqqa tushib, bronxial astmaga olib kelishi mumkin. Bu hayotiy sifatini keskin tushirishi va yuqoridagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Muammo bo'lsa, keling yordam beraman.